men Usmonjonov Islom, Toshkent kimyo texnologiyasi instituti neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 3-kurs talabasiman. Hozir sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzuyim oltin gugurt olish qurilmasini texnologik sxemasi. Hozir bu yerda birinchi bo'lib bizga nordon gaz va nordon suv mana bu qurilmada aralashtiriladi va u aralashtirib isitish uchun isitish pechiga yuboriladi. Isitish pechiga yuborilgandan keyin u qizdiriladi. Qizdirilib bo'lgach uni sovutishga yuboramiz. Sovutish qurilmasida u sovutiladi. Sovutilib bo'lingandan keyin uni yig'ish uchun mana bu qurilmaga yuboramiz. Bu yerda oltin gugurt suyuq holatga o'tadi va suyuq holatga o'tgandan so'ng yig'ish uchun o'zini joyi bor, shu joyga keladi. Bu yerda suyuq oltin gugurt yig'iladi. Keyin qolib ketgan nordon gazlar yana isitish uchun pechga yuboriladi. Pechda ular yana qizdiriladi va sovutishga yuboriladi. U yana sovutilib bo'lgandan keyin yig'iladigan qurilmaga keladi. Bu yerda yana suyuq oltin gugurt yig'ilib o'zini joyiga keladi. Bu yerda oltin gugurt yig'iladi, to'planadigan joyi bo'ladi. Bu yerda oltin gugurtda va bizda qolib ketgan nordon gazlar yana isitish uchun pechga yuboriladi. Bu yerdan yana nordon suv yuboriladi. Nordon suv yuborilib ikkalovi yana isitiladi, qizdiriladi. Qizdirilib bo'lgandan keyin uni sovutish uchun sovutish qurilmasiga yuboriladi. U yerda yaxshilab sovutilib, yana sovutilib bo'lgandan keyin uni to'plab olish uchun bu yerga yuboriladi. Bu yerda u to'planib, hammasi suyuq oltin gugurt suyuq holatga kelgandan keyin yana oltin gugurt to'planadigan joyiga keladi. Suyuq holatda oltin gugurt shu yerga to'planadi. Va bizda qolib ketgan o'sha ishlab bo'lmaydigan nordon gazlar bu joyiga o'tib, yana havoga yoqib chiqarib yuboriladi. Bo'ldi.